Oq masjid degani boshqacha ko'rinyapti o'zimga. Bugun vaqt topib kirdik bu joyga va bu qishloq haqida Zokir domladan ma'lumotlarni olamiz. Nima uchun Oq masjid deb nomlangan? Shuni ayting birinchi. Qiziq. Oq masjid qishlog'i Qashqadaryo viloyatining quyi qismida joylashgan qadimgi qishloqlardan biri hisoblanadi. Endi qishloqning nomlari haqida turli xil fikrlar bor. Olima Karmishevaning fikricha, Oq masjid deb nomlanishiga sabab qishloqda o'sha o'rta asrlarda amirlik farmoni bilan qurilgan masjid, ya'ni amirlik farmoni bilan qurilgan masjid bor qishloqlarga katta masjid yoki Oq masjid degan nom berilgan. Mana shunday taxmin bilan qishloqda demak o'sha amirlik farmoni bilan qurilgan masjid bor degan taxminlar bor. Afsuski bu masjid keyinchalik qarovsizlik oqibatida buzilib ketdi. 50-yilda ham uning o'rnida baland bir tepalik bor edi. Hozir iz qolmagan undan. Hozir undan iz qolmagan. Demak, Oq masjid nomi o'sha qadimdan kelayotgan nom, yaqinda o'zgarmagan bu. O'zgarmagan. Bu o'sha hukmdor farmoni bilan qurilgan masjid bor qishloqlarga shunday nom berilgan. Odamlarning yashashi haqida aniq manba yo'q. Masalan, bizning qishlog'imizda katta bir tut daraxt bor. Biologlarning taxminicha taxminan 300 yoshda bor. Agarda uni tabiiy ravishda ko'rmaydi-ku, uni odam ekkan desak, qishloqning yoshi kamida 300 yilni tashkil qiladi. Demak, o'sha odamlar yashagan paytda ekilgan daraxtlar. Odamlar yashagan. Bu yerda hozir 2 mingdan ziyodroq aholi yashaydi. Endi Oq masjid qishlog'i 70-yillargacha Qashqadaryodan suv ichgan. Qashqadaryodan suv ichgan, asosiy mashg'ulot chorvachilik bo'lgan va qisman dehqonchilik bilan sabzavot, poliz ekinlari ekish bilan shug'ullanishgan. 73-yil esa bu yerda Qashqadaryo Amudaryodan Qarshi magistral suvi keltirildi va bu yerda cho'llar o'zlashtirib